ayanchli yo'l transport hodisasi bilan yakun topdi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan haydovchilar tungi vaqtlarda kim o'zarga, poyga uyushtirmasliklari, belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga so'zsiz amal qilishlari kerakligi bo'yicha har qancha ogohlantirilmasinlar, ming afsuski, ayrim haydovchilar ushbu ogohlantirishga e'tiborsiz qaramoqdalar. Qo'qon shahrining Sarboz ko'chasida ham yo'l harakati qoidalarining qo'pol tarzda buzilishi ayanchli yo'l transport hodisasi bilan yakun topdi. Dastlabki olingan ma'lumotlarga ko'ra, Onix rusumli transport vositasini boshqarib kelgan haydovchi yo'lning qarama-qarshi tomoniga o'tishi natijasida Nexia 3 rusumli transport vositasi bilan to'qnashgan. Buning oqibatida haydovchi hamda transport vositasida bo'lgan yo'lovchilar tan jarohati olib, shifoxonaga yuborilgan. O'zingiz ko'rib turganingizdek, har ikki transport vositasiga jiddiy texnik shikast yetgan. Endi o'ylab ko'ring, avtomashinalar shu ko'rinishga kelgan bo'lsa, mashina salonida bo'lgan haydovchi va yo'lovchilarning holati qanday ekan? Ming afsuski, yo'l transport hodisasi ishtirokchilari turli darajada tan jarohatlari olishgan. Eng achinarlisi, avtohalokat o'limga ham sabab bo'lgan. Bizning aytadigan so'zimiz, tungi vaqtda bemaqsad ko'cha kezadigan, kim o'zarga poyga uyushtiradigan haydovchilar, ko'rganingizdan o'zingizga to'g'ri xulosa chiqaring. Aks holda keyingi to'qnashuv siz bilan sodir bo'lishi mumkin. Xulosa o'zingizdan.